Procrastination deb eshitganmisiz? Prokrastinatsiya bu inglizcha so'z bo'lib, uni keyinga qoldirish deb tushunsak ham bo'ladi. Odatda ayollarga xos, albatta, onalik, rafiqalik yoki kelinlik vazifalarimiz tufayli biz sog'liq yoki biror ishni boshlashni keyinga qoldirib kelaveramiz. Shuning uchun azizlar, men sizlarga bir chiroyli yechim taklif qilaman. Bu prioritetlarni aniqlab olish, ya'ni biz bu dunyoga nima uchun keldik, o'zligimizni anglab, biz o'zimiz nimaga haqlimiz degan narsalarni birinchi o'ringa qo'yib va bu hayotda har bir narsaga erishish uchun albatta sog'liq kerakligini unutmagan holatda intizomni ishga solib, o'z maqsadlarimizga erishish uchun harakat qilishimiz kerak. Va siz uni bugundan boshlashingiz kerak. O'shandagina siz prokrastinatsiyadan qutulasiz. Agar siz uni ertaga, keyinga qoldiraversangiz, unda siz hech qaysi orzularingizga yetishmaysiz. Sizlarni xafa qilishga majburman. Agar siz prokrastinatsiya, ya'ni keyinga qoldirishga odatlansangiz, siz yaxshi hayotga, chiroyli hayotga, o'zingiz xohlagan orzularga erisha olmaysiz.